Top dizaynerlar bilan qisqa savol-javob va ulardan maslahatlar. 3-kun. Bizning bugungi mehmonimiz O'zbekistonda nomer 3, nomer 4 da turadigan Vortex. Xo'p, sizga birinchi savolim. Birinchi marta PUBG o'ynaganingizda qanaqa device'da bo'lgansiz va ana shu device'da qandaydir rezultat ko'rsatganmisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Menga birinchi marta PUBG o'ynagan telefonim Android 45 FPS bo'lgan va unda nomer 8, nomer 9 bo'lganman va ma'lum bir sabablarga ko'ra live qilganman. Ikkinchi savol, qachondir iPadga o'tish niyati bormi? Albatta iPadga o'tish niyat bor. Uchinchi savol, TDMda Crossfire otishni yaxshi ko'rasizmi yoki Downeydanmi? Men Crossfire otishni afzal ko'raman, chunki ko'pchilik men bilan o'ynaganlar biladi. Mana Regan normali Crossfire. TDM turnirlariga yangi kirib kelayotganlarga qanday maslahat bera olasiz? Bu bosish kerak device sharoit amalli bo'lsin. Plus TDM turnir o'ynayotganda ehtiyotkorlik bilan uni kill qilish kerak, faqat правило kill qilish kerak. Iloji boricha ikkinchi slot bor. Roaming shitlarda o'ynashni o'rganish kerak. Unaqa birinchi Crossfire chiqsanglar 3% 50 kelib qoladi. Savollarga javob berganingiz uchun rahmat. Bundan keyingi igroklardan qanday savollar so'raylik va qaysi igroklar bilan savol-javob qilaylik? Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring.